Assalomu alaykum. Hurmatli Doktor Umarov kanali kuzatuvchilari, ya'ni bizni muxlislar, Doktor Umarov. Hozir juda ko'p so'ralgan narsalardan juda ko'p, endi ijtimoiy tarmoqlarda ko'p savol bo'lyapti. Qichib kelgan nima kelganlar? Qichima to'g'risida. Uni masalan qaysidir kremlar bor, gormonal kremlar. Giaxizon, gidrokortizon, sinaflan, larindin A, larindin C, bular hammasi qichimalarni juda ham tezda qoldiradi. Juda ham tez qoldiradi. Lekin uni tavsiya bermayman men. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Oldinlari ham berganmiz, bu to'g'risida videolar qilingan. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, qichima qachon paydo bo'ladi? Qon ayniganda, qondagi, ya'ni hujayraning ichidagi allergen miqdorini ko'payib ketishini hisobidan bo'lyapti. Buning uchun tanani tozalash kerak. Nima qilasiz? Bizga kelishdan oldin axlatni, ya'ni insondan chiqadigan axlatni disbakteriozga va antibiotiklarga sezuvchanlik analizini qildirib kelasiz. O'sha analizda biz sizga aniq ko'rsatib beramiz, nima buzilish bo'lganini, nima kam, nima yetishmayapti, nimani miqdori ko'payib ketganligini o'sha yerda o'zidan ko'rinadi. O'sha axlatda ko'ringan narsa sizda organizmingizda, tanangizdagi hujayra ichida ham xuddi shunday holat bo'ladi. Ana shu narsani tozalash uchun men sizga yo'l yo'riqni ko'rsataman. Endi nima uchun antibiotiklarga sezuvchanlik analizi qilinadi-yu, o'sha analizga asoslanib nima sababdan chov sohasidan limfatrop ukol qilish kerak? Shuni qilamiz shuni. Nima sababdan faqat limfatrop o'sha ukol qilinadi? Endi limfa sistemasi eng asosan shu infeksiya bilan kurashuvchi sistema. Analizda ichadigan tabletkalar ham chiqishi mumkin. Aytishingiz mumkin, shu ichadigan tabletkani ichsam ichakdagi infeksiyani olib ketadi-ku, yo'q qiladi-ku degan javob ham berishingiz mumkin. To'g'ri gapiryapsiz bu masalada. Lekin o'sha antibiotik og'iz orqali kirganda yurib ketgan boshdan oxirigacha bo'lgan qismida foydali mikroblarni ham o'ldirib ketadi. Bu degani allergiyani bundan keyin o'sha qichimami, teridagi toshmami yoki yo'talmi, burun aksi urib, burundan suv oqish boshqami, hammasini faqat kuchayishiga sabab bo'ladi xolos. O'shaning uchun og'iz orqali antibiotikni berishni yomon ko'raman. Har doim qachon bu narsani hayotingizda uchrasa, farzandingizgami, o'zingizgami og'iz orqali antibiotik buyurilgan bo'lsa yoki ichmoqchi bo'lsangiz, to'xtang. Eng avvalo shuni biling, u foydali mikroblarni ham o'ldirib ketadi. Undan keyin ana bu qichimalar to'g'ri, ma'lum bir vaqt ichida o'ziga yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin, tuzukka o'xshab, ya'ni sog'lom holatga qaytganga o'xshab qolishingiz mumkin. Lekin u battar bo'ladi undan keyingi vaqtda. Sabab immunitet yana ham tushib ketadi. Ko'pchilik antibiotik qabul qilganda immunitet pasayib ketadi degan tushunchasi bor, biladi. Qisman to'g'ri, antibiotik o'sha foydali mikroblarni o'ldirib qo'yganligi uchun immunitet ishlab chiqarishda ishtirok etadigan mikroblarni o'ldirib qo'yganligi sababli antibiotik aynan immunitetni pasaytiradi. Mana shunga e'tibor beradi. Shuning uchun biz har tomonlama bemorga foydali bo'lishi uchun chov sohasidan limfatrop uslubda ukol qilamiz. O'sha qaysi antibiotikga sezuvchanligini aniqlab olganimizdan keyin bo'ladi. Mana shu teri kasalliklarida qilayotgan mana shu ishimiz. Mana kuni kecha Andijondan bir akamiz kelishdi. Tarvoq. Kechasi uyqu yo'q. Qayerini qashasa bo'rtib ishib ketadi. 3 kunda uje uyqulari ham joyiga keldi, chunki qichishmay qo'ydi. Qichimani davolash uchun albatta disbakterioz, hozirgi yangi nomi entropatiya, allergik entropatiya bilan kurashamiz. Ana shunda biz mukammal natijaga erishamiz. Entropatiya bilan qanday kurashish bu Doktor Umarov programmasida bor. Buni shu yerga kelganingizda olasiz. Nima uchun bu yerda gapirmayapman? Og'zaki gap bilan tushunmaysiz. Biz bu yerda chizib, yozib
Bu nima? Bundan keyin nima bo'ladi? A ga B ni qo'shsak A B bo'ladi emas. Undan ham, ya'ni alfabetni oxirigacha har bitta harfni bir-biriga qo'shib chiqqanday sizga tushuntiramiz. Endi shu bilan mukammal davoga, ya'ni qichimadan qutulish xolimasiga erishasiz. U haligi nimani isiriqni suvga cho'milish yoki yantoqni damlab qaynatib ichish yoki o'shani damlamasida cho'milish ma'lum bir jihatdan effekt beradi, lekin asosiy qism ichkarida. Mana yana bitta bemor murojaat qilib kelyapti, juda ko'p qichishadi, tanada hech qanaqa toshma yo'q, lekin qichish juda ham kuchli. Mazlarni surtsa qolib ketyapti. Lekin u ichkaridan-ku. Jigar hujayralari to'lib ketgan, ichak umuman rasvo holatda. E'tibor berib ko'rsangiz, shunday odamlarning asosiy qismi oshqozonida muammo bor, 12-barmoqli chayida muammo bor, yo yarasi yoki gastriti bor. Ana shunaqa narsalar bo'ladi. Avval o'shani davolash kerak. Keyin teridagi qichima o'zi barham topadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kimlarga yuborib qo'yishni ham o'zingiz yaxshi bilasiz. Salomat bo'lasiz. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.